prokurorlar yurti bo'lgan Nursuq qishlog'iga yetib keldik. Assalomu alaykum. Yaypanda 24 kanali a'zolari tomonidan menga qayta yuborilayotgan prokurorlar yurti bo'lgan Nursuq qishlog'iga yetib keldik va ushbu qishlog'imizdagi hamma bilgan o'sha mashhur Xo'japista bobo ziyoratgohi haqida siz bilan gaplashib o'tamiz. Qani, ketdik. Ziyoratgohimiz bir necha asrlik tarixga ega. Aytgancha, uning maydoni 60 gektardan ziyodni tashkil etadi. Ko'rishingiz mumkin. Bu o'sha yurtimiz bo'yicha mashhur bo'lgan ajoyib xususiyatli daraxtdir. Ya'ni bu daraxt bir yili pista, bir yili yong'oq qilgan. Tarixda hozirgi kunda ham shunaqa. Bu daraxtning kelib chiqishi qadimda ikki aka-uka Makka va Madina tomon safar boshlaydi. Hamda ushbu yerlardan o'tayotgan paytida aka qo'lidagi hassasini ushbu joyga suqadi degan rivoyatlar bor. Ushbu hassa asosiy qismi yong'oqdan, dastasi esa pista daraxtidan tayyorlangan bo'ladi. Yillar o'tib, u hassa o'sib chiqadi hamda ushbu daraxtga aylanadi. Bu daraxtning mo'jizaviy jihatlari ko'pligidan bu yerga ko'plab ziyoratchilar tashrif buyuradi. Bu daraxtning yoshi siz tasavvur qilmaydigan darajada ulug'. Ya'ni 1200 yoshdan balandroq deyiladi. Bu Xo'japista bobo ziyoratgohining asosiy mo'jizalaridan biri ham ushbu daraxt. Bu daraxt vaqtida inson qulochiga sig'magan, lekin yong'inlar, har xil holatlar tufayli hozirgi kunda shu kichkinagina jussaga aylanib qolgan. Ushbu ziyoratgohimizni ajoyib bo'lgan sirlari juda ham ko'p. Biz bu sirlarni sizga yetkazgunimizcha bizga deyarli bir kun ham yetmaydi. 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Kelib, ziyorat qilib, bemalol ko'rishingiz mumkin. Bunga yana qaytamiz. Albatta, sizning yordamingiz bilan kommentariyada qiziqsangiz yana yozib keting. Biz yana qaytamiz. Belli bog'lar chog'idir bu, o'zli chog'lar chog'idir.